Va hormana. Assalomu alaykum. Telegamda akkumulyator. Ha, o'zi g'iybat qilib turdim sizga. Ha, nimaga o'qi? Assalomu alaykum. Garantiyasi bilan joyingizni ko'rib qilib berishibdi dedi. 50 TL ekan bu o'qi. 50 TL. Mana 50 ham 60 oldim. Ikkalasini ko'ring, xohlaganingizni qo'yib beraman o'qi. Ziyon emasmi? Yo'q, ziyon emas o'qi. Mana 50 60 o'qi. İşte bir. 60 deb qo'yaylik, ha, yaxshi boqyapti. Mana pasport o'qi. Bekliyor. İştigan bo'lsangiz o'zi gapirib turaman. Qo'y o'tib kelib, qo'y berib tekshirib berib ketishdi. Nima keraksa dedi. Diagnostika ichida. Ha, diagnostikasi bor dedi. Yosh tomonlari so'raklaman. Instagramda ko'p kuzatdim deb. Hop, assalomu alaykum obunachilar. Partiyangizga Promzonaga keldi. Cobalt akkumulyator o'tirib qolgan ekan, Jizzax akkumulyatori. Hop, 050224 2 yil pishibdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Men sezon akkumulyator qilib olti oy kafolati bilan, xudo xolasa 2 yil ishlaydi. Niyatga bog'liq. Shahar bo'yicha dastlabki ustunovka bepul. Liboy turdagi akkumulyatorlarimiz bizda mavjud. Telefon qilaverasizlar. Maksimalli tarqatib qo'yasizlar, like bo'lsa, poddeshkada bo'lasizlar akalar. Turgan joyimizdan bormasligimiz, joyga chaqirganimizda kelib, o'zini diagnostikalar bilan bo'lgani bizda juda xursand bo'ldik shunday. Mashinamiz o'chib qolganda. Okay, rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.